Mana yangi mahsulotlar keldi hozir. Kiloli mahsulotlar. Bizani kuzatib borib turinglar. Korobkaning ichida nima mahsulot borligini videolarda ko'rib borasizlar. Bizda kuzgi mahsulotlarimiz assortiment juda ko'p bizda kuzgi mahsulotlar. Pul tikib olib qo'yib, sekin-sekin sotaman degan klientlarimiz uchun kuzgi mahsulotlarimizdan ob'yomda olib qolsanglar, bemalol zo'r narxlarda sotishni boshlaysizlar. Bitta sizlarda bo'lar ekan, mana Muhsin aytayotdilar. Bitta sizlarda bo'ladi shu mahsulotlar. Keyin qarang, bizda kuzgi assortimenti, mana boshlaylik. Kuzgi assortiment juda ham ko'p. Oldindan уже mana chunki esengi davlatlar уже kuzga olish boshlashdi. Mana kecha kombinezonlar har xili bor. Mana ko'rsating asalligini. Razmerlari 1,5-2 yoshgacha bemalol keladi. 2 yoshgacha razmerlar bor. bu qatorda nima Muhsin? Bular hammasi kuzgilar. Mana qarang, shirinligini, vilucha ko'ynechilar asal, kichkina qizchalarga. Ranglari bor har xil. Kiloga 200 mingdan bular ham o'zbek. Qarang, mana qarang shirinligini. Bular dvoyka, mana bular dvoyka. Mana ichida futbolkasi, ustida sportivkasi bor mana. Dvoyka. Mana ranglari bor mana qizchalarga. Buni ham futbolkasi bor, yangi uzun futbolkasi bor ichida mana. Keyin mana bunaqa qarang shirinligini mana. Mana shularda bu faqat bizda bu mahsulotlar. Agar klientlarimiz olib qo'ysa, faqat ularda bo'ladi. Mana. Kuzda bemalol xohlaganicha, xohlagan narxida sotaveradi. Konkurent bo'lmaydi demoqchiman. Mana bular hammasi o'zbek. Juda chiroyli. Faqat bizda sizlarda bo'lishini xohlasanglar, tezroq kelinglar, mahsulotlarni olib ketinglar. Bular Tursichalar. Plavkachalar, o'g'il bolalarga har xil ranglari bor. Sumkaligi bor, bez rusinka bor, assortiment ko'p. Bular ham kiloga 200 mingdan. Mana shu mahsulotlarimizda hammasi kuzgi mahsulotlar. Mana skladni ichiga kiryapmiz yana. Hammasi kuzgi mahsulotlar. Kelinglar, kuzgi mahsulotlardan olib ketinglar. Skidka ham qilib beramiz. Qo'shni davlatlardan kelib olib ketuvchilar bo'lsa ham, ular uchun kattaroq ob'yom bo'lsa, chiroyli skidka qilib beriladi mana mahsulotlar. Shoshilinglar, hali bu mahsulotlarni bir qismi. Tak bu kuzga уже kuzgi sportivkamiz 47 ming so'm chiqyapti. 47 ming chiqyapti, dvoyka. Ichida futbolkasi bilan, yangi uzun futbolka, sportivka. Razmer 1,5 yosh. Aha. Mana bu o'shani qizili. Dvoyka buni ham. 54 ming so'm chiqyapti. Razmeri 2 yosh, 2,5 yosh. Kuzli mahsulotlar bular hammasi. Уже bu yozgi shortikli kombinezon 18 ming so'm chiqyapti. Mana shortikli kombinezon. HB. Bu 3-4 yoshligi, 2-3 yoshligi ekan, 29 ming so'm chiqyapti, kiloga 200 mingdan. Kombinezoncha bu ham. Bizani Instagram, Telegramda kuzatib boringlar. Mahsulotlarning narxlari bilan qo'yib boramiz. Banning xalatlarimiz keldi.